Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr o'rtada bir dam olib, uxlab olish uchun sharoit qilingan. 360 gradus kamera yuk mashinada uncha-muncha brend chiqarmaydi, uncha-muncha yuk mashinada ko'rmaganman. Hamkorbank orqali birinchidan siz boshlang'ich to'lovsiz sotib olishingiz mumkin. Buni yana bitta nyuanslaridan bemalol metan gaz uстановка qilsa bo'ladi. 4 ta 150 litrli qo'yib o'rnatsa bo'ladi. Agar bu yer o'ziga kelsanglar, minib haydab ko'rish imkoniyatini ham berasiz. Test drive imkoniyatlari mavjud. 20 ga bormaydi. Salarga tanlamaydi. Eng muhim jihati salarga tanlamaydi. Rasxodi ham unaqa katta emas. Assalomu alaykum, Mega Dunyo kanalining qadrli obunachilari. Obunachilar, akalar, ukalar, o'zimizda, ya'ni O'zbekistonda Andijonda ishlab chiqarilayotgan FAF texnikalarini, ya'ni Boom kompaniyasini FAF texnikalarini sotadigan rasmiy dilerga kelganmiz. Bu diler Toshkent shahrida joylashgan. Topishingiz unaqa qiyin emas. Lokatsiyasini ham video davomida tanishtirib o'tib ketaman. Bugun bu yerda qanaqa texnikalar bor? Qaranglar, tayyor shassi qilib qo'yilgan. Siz xohlasangiz bartoy xohlasangiz, samasval xohlasangiz, avtofurgon qilib olishingiz mumkin. Shuning uchun xalq uchun imkoniyatlarni qilib berishgan va eng qizig'i bu mashinalar O'zbekistonda terilyapti. O'zbekistonda chiqyapti. Shuning uchun ehtiyot qismdan muammo bo'lmaydi. Bizga bu texnikalarni tanishtirish uchun Kamron Beyni taklif etamiz. Assalomu alaykum Kamron Bey. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Avvalambor bu dilerlik markazimizni 7 yildan buyon faoliyat olib boradi. Imini jahonga mashhur FAF brendini ham yaqinda savdosini yurg'izishni boshladik. Asosiysi o'rtoqlar, bular haqiqiy rasmiy diler. Sizlar dilerdan olganingizdan keyin bu mashinaga rasmiy kafolat ham olasizlar. Video davomida aytib o'tib ketamiz, qancha kafolat beriladi, necha kilometrga kafolat beriladi, nimalarga kafolat beriladi, shuni video davomida aytamiz. Endi Kamron bir chekkadan bilan tanishtirib, hamma ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Videoni diqqat bilan tomosha qilinglar. Videomiz yoqsa albatta boshidanoq like bosib qo'yinglar, chunki yoqadigan videorolik bo'ladi. Chunki sizlarga yoqadigan mashinalarni obzor qilamiz. Videoni boshlaymiz. Kamron, endi birinchi mashinadan boshlasak, adashmasam bu shassi Samasvalda chiqardi. Bular FAF Tiger V 6 kubli 5,5 tonnali kuzovda chiqadi. Endi hozir ham chiqyapti. 2024-2025-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir bu shassilarni biz eng hozir ommabop desak bo'ladi. Chunki shu respublikamizda faoliyat yuritayotgan luboy sohalarga shu shassilarni biz taklif beryapmiz. Bozori chaqqon. Qurilish deydimi, yetkazib berish deydimi? Aynan shu gruzoperovska, logistik sohalarida ancha katta ob'yemni egallab, prodaja bo'yicha ham bizda ham yetakchi ko'rsatkichlarga olib chiqayotgan desa ham menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, bu motori qanaqa, tonnaji qanaqa, qancha gruzopodyomni ko'tarishi mumkin? Shular haqida ma'lumot berib ketaylik. Xo'p, bu shassimiz 160 ta ot kuchiga ega, yuchay rusumli dvigatel bilan jihozlangan. Dizelli, yoqilg'i motori dizelli-da. Rasxodi ham unaqa katta emas. Yuki bilan 15 bilan 18 litr orasi. 15-18 litr. 20 ga bormaydi. Salarga tanlamaydi. Eng muhim jihati salarga tanlamaydi. Hali yevro salarga bo'lsin degan joyi yo'q. Xuddi shunaqa. Cho'lda qanaqa salarga bo'lsa, shahar o'rtasida bir xil. O'rtoqlar, yaqindan ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng muhimi salarga tanlamaydi. Qaranglar, motorini bitta tanishtirib olasizlar mana. Salargada ham injiqliklari yo'q ekan. Keyin sizlar ramaga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana qaranglar. Ramalari ham 2 qavatli bo'lgan. Resurlariga ham urg'u berib qo'yamiz. Resurlari soni ham 12 ta, eni shu 12 millimetrli. 12 millimetrli. Da. Endi bu odatda haqiqatan ham birinchi favlarni ko'rganimizda, obzor qilganimizda Samasvalda chiqqan edi. Endi buni xohlasanglar aytganimizdek bortovoy yoki bo'lmasa mana unga o'xshab metal konstruksiya qilib turib, furgon yoki bo'lmasa avtovishkiga ham ishlatib olsa bo'laveradi. Albatta-da. Shu sohalarga to'laqonli mos keladi. Xullas ommabop, milliy brend. Endi qarangda, motor,
korobka moslari endi yangi baribir motorga yarasha moslar va korobkalar o'rnatilgan bo'ladi-yu, lekin shofyor uchun nima qulayliklarimiz bor? Xo'p, shofyor uchun qulayliklarimizdan biri именно shu segmentdagi avtomobillarda boshqa brendlarda spalni yo'q. Mana bu orqada spalni yo'q. Mabodo charchab qolsa, qaranglar kengligini. Odatda mana shu yerdan bo'ladi boshqalarda. Xuddi shunaqa. Kengaytirilgan bitta spalni qilingan. Endi shofyor yo'lda yuradi, uzoq safarga chiqishi bor yoki o'sha uzoq safarga borganda u yoqda qanaqadir u yoqda yotib qolish uchun sharoitlar bo'lmaganda bemalol o'sha spalningni bemalol hordiq olib keyin yo'lda davom etishi mumkin. Furgon qilsanglar Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr o'rtada bir dam olib uxlab olish uchun sharoit qilingan. Endi konditsioner degan haligilari bo'ladi, bormi? Konditsioner bilan jihozlangan и qo'shimcha ravishda krugovoy kamerasi ham bor, 360 kamera и monitor. Gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar. 360 gradus kamera yuk mashinada uncha-muncha brend chiqarmaydi, uncha-muncha yuk mashinada ko'rmaganman. Mana oldida yana bitta kamera. Qoyil qolish kerak, mana yana bitta kamera. 360 gradus kamerasiga lekin maza qildim lekin. Baki necha litr endi? Xo'p, bular bakili 100 litrlik bak. 100 litrlik bak. 100 litrlik. Demak, bitta quyib olsa, hech bo'lmaganda 600 kilometrda albatta zapravkaga harakatini qilaveradi. Albatta. Keyin buni yana bitta nyuanslaridan bemalol metan gaz uстановка qilsa bo'ladi. Ashi savolni bermoqchi edim. Ko'zimdan o'qidingiz shekilli menimcha. Endi biz O'zbekistonda ko'proq metan rivojlangan, metanga ixtisoslashgan ko'p texnikalarimiz. Albatta. Metan o'rnashi lekin meni rosa xursand qildi. Metan o'rnatsa bo'ladi. Bunga o'sha o'ziga xos sharoitlari bor. 4 ta 150 litrlik qo'yib o'rnatsa bo'ladi. 4 ta 150. Bu degani yana 600-650 kilometr zapas bo'ladi. Demak, polni bak bilan 1000 dan oshiq yurib beraverar ekanda. Xuddi shunaqada. Hali umumiy hisobda salarka bilan gazni bitta qilib yurganinglarda 1000 dan o'tib ketib qolishi mumkin. Albatta. Qarang, endi rasmiy dilersizlar, kafolati bor. Kafolati qancha va qaylariga kafolat beramiz? Xo'p, kafolat xizmati klientga o'sha akt priyon bilan topshirgan kunimizdan boshlab amal qiladi. 3 yil yoki 100 ming kilometr probegda. Yuk mashinaga 3 yil yoki 100 ming beryapmiz. Albatta. 3 yil qoyil. Endi buni yana bitta detallari bor, eng qiziq joylari motorga beriladi, dvigatel qismiga, korobkasiga и oldi orqa mostlariga beriladi. Mostga. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, endi metan o'rnatsa bo'ladi deyapsiz-da. Metan o'rnagandan keyin kafolat kuyib ketsa kerak menimcha. Xo'p, yana bitta shu joyga ham ahamiyat qilamiz. Biz o'zimizning o'sha zavod tomonidan gazoviklarimiz bor. Xo'p, shu soha bo'yicha agar o'zimizning tavsiya qilingan servislarda metan gaz o'rnatilsa, o'sha garantiyani saqlab qolish choralari ko'riladi. Gap yo'q. Demak, metan o'rnatsangiz ham garantiya saqlanib qolishi mumkin. Shuni hisob-kitobini qilasizlar. Ekranda nomerlar turibdi. Yana sizlarda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilsanglar sizlarga batafsil ma'lumot ham berishadi. Eng asosiysi, kulminatsion nuqtaga keldik. Buni narxi qancha? Xo'p, hozir bu shassilarimiz sotuvda mavjud. Именно shu sizlarning kanal orqali kelgan obunachilar, mijozlarga bu shassimiz narxini 421 million so'm qilib beramiz. 421 million. Bu degani 30 mingdan jichcha o'tadi. Bu где-то bir 32 minglar atrofida. 32 minglar atrofida. Yaxshi. Minglar atrof. U gruzopodyomnigi 12 tonna dedingiz-a? Albatta-da. Zo'r-ku. Gruzopodyomnigi 5 tonna bo'lgan, 5 tonna emas, 480 bo'lgan Isuzu'larning yurgan narxi ham hali bavulari ham 32 ming atrofida bo'lyapti. Bozorda yurgani kafolatsiz. Agar uni yangisini olaman desangiz 50 mingdan o'tib ketib qoladi. Endi buni oladigan odam tomondan qarashga bog'liq. Albatta, nima deysizlar? Isuzu ma'qulmi yoki mana bu FAV ma'qulroqmi? U sizlarga majbur emas, sizlarga taklif qilamiz. Taklifni o'ylab ko'rib, solishtirib albatta sotib olishingiz mumkin. Endi sotib olish deganda esimga tushib qoldi, savol zo'r keldi. Qanday usullarimiz bor buni? Faqat naqdga olamizmi buni yoki faqat перечисление bo'ladimi? Shunaqa mijozlarimiz ham bo'ladi. Qo'lligida o'sha naqd pulligini ko'tarib keladigan mijozlarimiz ham bor.
yoki o'sha pul ko'chirish yo'li bilan o'sha korxonalar, davlat tashkilotlari shu yo'sinda ham sotib olishadi. Endi yana uchinchi toifaga kiradigan mijozlarimiz bor. Xuddi shunaqa eski texnikasini sotib, hop, oldiga ozgina qo'shib sotib oladigan mijozlarimiz bor yoki uni imkoniyati yo'qlar uchun именно o'sha eski texnikasini sotib, aytaylik 15 ming yoki 20 ming dollarga sotdi deylik. Qolganini yetmagan summani nima qilishimiz mumkin? Bizdan variant so'rashadi. Biz o'sha variant sifatida biz mijozlarimiz uchun Hamkorbank orqali Hamkorbank o'zini o'sha 5 yilgacha bo'lgan kredit yoki lizing xizmatlarini taklif qiladi. Bu lizing yoki kredit shartlari, usloviyalari quyidagilardan iborat. Birinchidan siz boshlang'ich to'lovsiz sotib olishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lovsiz sotib olishingiz mumkin. Bu albatta garov orqali. Misol uchun biz именно shu texnikalarni boshlang'ich to'lov sifatida 30%, eng kami minimalning 30% miqdorida boshlang'ich to'lov so'raladi bank xodimlari tomonidan. Agar sizda shu 30% to'lovga yetarli bo'lmagan mablag' mavjud bo'lmasa, siz o'zingizni bemalol o'sha ishlab chiqarilganiga 5 yil bo'lgan yengil avtomashinalar yoki yuk avtomobillaringizni garovga qo'yish orqali yengisiga almashtirish demak, garov asosida boshlang'ich to'lov qilmasdan olib chiqib ketish imkoniyati ham bor. Uni albatta sizlar batafsil tushuntirib berasizlar. Keling, hozir vaqtimiz ozgina chegaralangan. Mana bu mashinalarni ham ozgina obzor qilib ketmasak bo'lmaydi. Buni narxini aytdik o'rtoqlar. Yana ham sizlarni qiziqtirgan savolingizga albatta javob berishadi. Ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Navbatdagisi haqiqiy o'sha Isuzu'ni raqobatchisi. Xuddi shunaqa. Hozir endi именно bu segmentdagi yuk avtomobillari ham O'zbekistonda ko'payib ketdi. Lekin baribir ajratib oladigan xaridor ko'radi, keladi, solishtiradi, ma'qul ko'rsa sotib oladi, olib ketadi. Xo'p, bu FAF Tiger V avtofurgonimiz telemetallический deyiladi. Endi shofyorlantirildi. Telemetallika именно o'sha ho'l meva yoki suv, shu mana bu ijtimoiy sanoat sohalariga xizmat ko'rsatadigan avtofurgon. To'g'ri. Bu gruzopodyomnosti 606 tonnalik. 606 tonnalik. Xo'p, ot kuchi o'sha 160 ot kuchiga ega bu ham. Bunga ham o'sha gaz qo'ysangiz bo'ladigan variant. Bu hozir solyarkadami bu? Bu dizelda. Dizelda. Buni benzin varianti ham bor-a? Yo'q, buni benzin varianti shassisida bor. Boshqachasida bor. Именно shu segment dizel. Bu именно dizelda bo'ladi. Bunda ham konditsioner, anaqa albatta. Yotoqxona qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Yotoqlari bor, konditsionerlari bor, qulayliklari. Tormoz sistema qanaqa bunda? Tormoz sistema bularda baraban tormoz sistema bilan jihozlanganda ABS'lari bor. ABS'lari bor, asosiysi ABS. Perival yoki o'sha tepali joylarda bu o'zini o'zi страховка qiladi. Shunaqa. Haydovchi uchun kabina salonda barcha qulayliklar bor. Qulaylik yetarli, o'rtoqlar. Yozda issiqlab ketmaysizlar, qishda sovuqatib qolmaysizlar. Endi qarang, bu necha kuba endi yukxonasi? Xo'p, yukxonasi ichki gabarit o'lchami 21,5 kub. 21,5 kub. 6,5 gruzopodyomlik bergan. Demak, hech bo'lmaganda 10 tonnani bemalol ko'taraveradi. Biz O'zbekistonda. To'g'rimi? Albatta. Biz O'zbekistonda albatta 5 tonna bo'lsa 10 tonna yuklaymiz, 10 tonna bo'lsa 20 tonna yuklab ko'ramiz. Aniq. Chunki bizda shofyorlar uyim joyim deydi-da. Uyim joyim bu oila tashvishi, именно shuni ikkita qilishga urinishadi. Bitta bilan cheklanishmaydi shofyorlarimiz. Tezroq pulini chiqarib, darrov ikkinchisiga o'tishadi. Bunda ham kafolat bor. Albatta. Bunda kafolat ishlab chiqaruvchi shu WUM kompaniyasi tomonidan bunga ham 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha kafolat xizmati bor. Hozir hamma texnikamizda kafolat shunaqami? O'zgarish bormi? Yo'q. Hammasida 3 yil yoki 100 ming kafolati bor. Hammasiga bor. Narxini qancha chiqadi endi buni? Beganasi yo'q deydi. Xo'p, именно shu telemetalik avtofurgonimizni eski narxi 434 million so'm bo'lgan. 434 million so'm. Hozir chegirmadagi narxi 419 million so'mni tashkil etadi. 419 million. 419 million hamyonbop. O'zini segmentiga bemalol ayta olamiz, eng arzon avtofurgon narxi bo'yicha. Yaxshi. O'rtoqlar, qiziqadigan joyi nima deysizlar? Yuk tashiydigan, ayniqsa mana viloyatlar aro
yuk tashiydigan akalarimiz uchun yaxshi variant deb o'ylayman. Sizlarni izohlarda fikringlarni kutib qolaman. Yonidagi endi bu izotermik. Albatta-da. Bu ham shu shofyorlarning tilida promtovarniy deyiladi. Promtovarniy. Da, promtovarniy. Buni lekin gruzopodiyomnisda bundan ozginaga farq qiladi. Bu 7 tonnalik. 7 tonnalik. 7 tonnalik. Polni o'sha sifatli materiallar ishlatilgan. Buni ham shu shassisi. Shassi bir xil. Shassi bir xil. Tonnasida farqi bor. Bu ham dizelli. Kabinalari da hammasi bir xil. O'rtoqlar, bu bilan bir xil. Shassi, motor, korobka hamma yog'i bir xil, faqat mana orqa yukxonada farqi bor. Rasxodlari ham bir xil. Rasxodlari ham shu yuk bilan dizelda harakatlanishsa, yuk bilan 15 bilan 18 litr orasida. 18 orasida. Bunisini narxi bir xilmi yo narxida o'zgarish bo'lganmi? Xo'p, buni hozir narxida o'zgarish bo'lgan. Именно shu promtovarniy avtofurgonimizning hozir sotuvdagi narxi 440 million so'mni tashkil etadi. 440 million so'm. Sotuvda bor. Sotuvda tayyor kelaverasizlar. Albatta, shartnoma olib, sirasi to'lov qilsa bo'ladi bemalol. Kelaverasizlar deganda o'rtoqlar, joyi tushuntirib o'tib ketaman. Shu bir 500 metr atrofida yursak, erkin postga yetib boramiz. Albatta. Bu yog'i vohadan kelish, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Xorazm mana shu tomondan kelasizlar. Erkin postga yetmasdan o'ng qo'lingizda yo'lni bo'yida topish qiyin emas. Mana yozuvlari sizlar o'qiydigan darajada katta qilib reklamani qo'yib qo'yishgan. Hozir bu ikkalasi bir xilmi, bir xil emas ekan, ha? Bu bo'ldi, bu ref ekan bu. Albatta. Qoyil. Ref qidirganlar, akalar, go'sht mahsuloti, sut mahsuloti, morojniy bilan shug'ullanadigan, ya'ni muzlatish ishi bilan shug'ullanuvchi akalarimiz uchun maxsus. Jaydar qilib aytganda, tez ayniydigan oziq-ovqat mahsulotlarini tashish uchun eng ideal tanlov sifatida ko'rilyapti bu. Именно bizni hozir ishlab chiqarish korxonalariga taklif bilan boryapmiz. Именно shu refrigerator avtofurgonlar haqida отзыв yomon emas. Именно buni ikki xil varianti bor. Именно agregati -5 и -20 lik varianti bor. Именно shu segmentda ikki xil variant. -20 ligi ham bor. Da, -5, именно shu -20 lik variant. -20 lik. Qarang, -20 bilan -5 da narxida o'zgarish bo'ladimi? Narxida o'zgarish bor, lekin kam. U darajada katta emas. Razницasi juda kam. Hozir shassi mana bu bilan bir xilmi yo bir xil emasmi? Yo'q, shassilarimiz buniki Tiger V bo'lsa, bu shassimizni Tiger VR. VR, o'zgarish bo'lgan. Faqat modelida o'zgarish bo'lgan, albatta. Motorchi, motor ot kuchlari bir xil. Ot kuchlari bir xil. Korobka, moslari bir xil. Salondagi imkoniyatlar ham bir xil. Albatta, даже bundan ortiq ham. Monitor, kabina, 360 gradus kamerasini ko'ryapman o'rtoqlar, qaranglar mana. Bu endi navorotchinni chiqqan variant. Ruscha qilib aytganda. Full variant ekan o'rtoqlar. Narxi-chi? Xo'p, buni narxlar bilan tanishtiradigan bo'lsak, -5 gradusli varianti 544 million. -20 lik varianti 567 million chiqadi. 17 million atrofida ozgina farq qiladi ekan. Shu $1000 nari beri farqi bor. Sizlar telefon qilib, yana bu haqda yana ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Keling, kubasini aytib o'tib ketaylik. Xo'p, buni ham kubaturasi 22 kublik. 22 kublik. O'sha tovar olishga mo'ljallangan. Gap yo'q. Marhamat, biznesmen akalar, tadbirkor akalar, sizlar uchun yaxshi variant. Nima uchun yaxshi variant? O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Ehtiyot qismdan muammo yo'q va yana kafolati ham bor. O'zlarida servis xizmatlari bor, katta servis tashkil qilib qo'yishgan. U yerda sizlarga chiroyli xizmat ko'rsatishadi. Endi sizlar uchun nima deydi? Kichkina yuk tashuvchi mashinalar, ya'ni nomi esimdan chiqib qoldi. FAV Tiger VR benzinli shassi. Benzinli shassi. Bunda ham benzinligi bor, ham dizelligi bor. Dizelda yuradigan varianti ham bor. Hozir bu shassilarimiz ham eng shirin joyi deydi-ku, skidkaga tushgan bu ham. Skidkaga tushgan. Ana. Именно hozir bu brendni tanitib olish maqsadida ham arzonroq berilyapti. Shunaqa hozir skidkaga tushgan. Yanvar oyidan beri skidka amal qilib kelyapti. Именно shu skidka ham bizga yordam beryapti ko'proq sotishimizga. Ko'proq o'sha o'zimizning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida endi ish boshlayotganlar ham buni olib, именно boshqa strukturadan kelib, именно shu narxidan yoki qulayliklarini ko'rib, shu segmentga pul tikayotgan tadbirkorlarimiz ham ko'payyapti hozir. Keling endi buni imkoniyatlarini tanishtirib o'tib ketaylik. Nimasi bilan maqtana olamiz buni?
Xo'p, bu shassimizni o'sha o'tgan video yuqorida ham aytdik, o'sha 130 ta ot kuchi bilan jihozlangan bu shassimiz ham. Bu shassi 130 ta ot kuchiga ega. Benzinda. Benzinli. Aha. Benzinli. Baki buniki ham o'sha benzin uchun mo'ljallangan bak. Xo'p, buni har xil sohalarga ishlatsak bo'ladi. Yo'naltirsa bo'ladi, furgon qilsa bo'ladi, bortovoy qilsa bo'ladi, lift, avtolift o'rnatsa bo'ladi, avtovishka qilsak bo'ladi. Avtovishka. Yoki o'sha именно bunga 4 metrli bort uстановка qilsa bo'ladi. 4 metrli bort. 4 metrli bort qo'yib, kichkina mini manipulyator qilish imkoniyati mavjud. Orqaga yurganda orqani ko'rish uchun kamerasi bor ekan. Zavodskoy, zavodda chiqadi. Resorlarga bitta e'tibor berasizlar. Qaranglar mana. Endi buni gruzopodyomniga adashmasam sal kichikroq. Bu 2,5 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan shassi. 2,5. Buni ham prom tovarni qilib, reflarni o'rnatib qilsa bo'ladi. Albatta. Endi misol, narigi ref ko'rganimizda u sal shaharlar aroga mos keladi. Albatta. Bu endi shahar ichiga juda ham zo'r optimal variant deb o'ylayman. Shu ko'chalarning ichiga, endi tor ko'chalarda qanaqadir hozir ko'chalarning ichida ham ishlab chiqarish korxonalari bor, magazinlar bor, bazalar bor. Именно грузоперевозка masalalarida именно shu kichkina shassilarimiz ham hozir ancha bozorga motorlarga motor qo'yasizmi? Vichay motor o'rtoqlar ko'ryapsizlar. Bu o'sha Xitoyga eng oldi motor ishlab chiqaradigan korxonasidan bittasi Vichay. 2,5 tonna bo'lsa, hozir buni dizelnigi bor. Dizelnigisida gruzopodyomnik o'zgaradimi? Yo'q. Faqat o'sha yoqilg'i turida o'zgarish bo'lgan. Narxida. Narxida. Hozir qarang. Bu benzinda harakatlanadi. 100 kilometrga qancha benzin rasxod qiladi dedingiz? Xo'p, o'zi eng anig'ini haydab yurgan shofyor aytadi, lekin buni ishlab chiqaruvchi korxonani berayotgan yo'riqnomasiga asosan 12 litr bilan 15 litr. 12 litr bilan 15 litr atrofida. Shunday. 12-15 litr. Xo'p, narxi qancha buni? Xo'p, buni hozir skidkadagi biz skidkada berayotgan narximiz 269 million so'm. 269 million so'm. Dizelnigining narxi? Dizelnigining narxi 272 million so'm. Raznica kam. Unaqa katta emas. Kimga benzinlik, kimga dizellik tanlab olaverasizlar. Endi buni gruzopodyomnik balandrog'i bor dedingiz. Necha tonnaligi bor yana? Xo'p, buni xuddi shu segmentda 4,5 tonnaligi ham bor. 4,5 tonna. Ko'rinish xuddi shu, hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Faqat shu gruzopodyomimiz, podramning usulinliklari 4,5 tonnaga moslangan bo'ladi. Uni narxi qanaqa bo'ladi? Xo'p, uni narxlari 280 millionga benzinli varianti, 295 million dizelli varianti. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, siz o'zingizni ish qiladigan ishingizga yarasha texnikani tanlashingiz mumkin. Endi bu yerda yo'q texnikalarni ham yetkazib berishlari mumkin. Zakaz asosida har xil turdagi texnikalarni yetkazib berishadi. Albatta sizlar qo'ng'iroq qilasizlar. Sizga qanaqa texnika kerakligini aytsanglar, shunga yarasha texnikalarni xudo xolasa yetkazib berishadi va kafolatlangan, kafolati bor texnika olishingiz mumkin. Narxi ham unaqa qimmat emas. Albatta, kelishsin, ko'rishsin. Ehtiyot qilsin, shu yerda o'zidan topishadi. Hali ehtiyot qilsin. Enangga bor, otangga bor bo'lmaydi. Yo'q. Ehtiyot qilsin bilan. To'g'risi, bu yerga kirib, ko'rib, bular bilan uchrashishdan oldin kirib ko'rdim. Ehtiyot qismlarni uyib tashlashibdi. Har xil brenddagi ehtiyot qismlari ham bor. Demak, bularniki ham bor. O'rtoqlar, ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Albatta, sizlar qidirgan, sizlar xohlagan texnikani yetkazib berishadi. Kamronga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Shunday qimmatbaho ma'lumotlarni berganlariga. Sog' bo'linglar. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bilan bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar biz aytib o'tib ketmagan, sizlarni qiziqtirgan savolinglarga javoblarni telefon orqali operatorlar yana ham batafsil tushuntirib berishadi. Agar bu yer o'ziga kelsanglar, minib haydab ko'rish imkoniyatini ham qilib berasiz. Test drive imkoniyatlari mavjud. Salomat bo'ling, charchamang. Kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlarni Central Avtozon dilerlik markazimizda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Charchamang.